Maktab maslahatchisi bu shunchaki lavozim emas, balki yosh avlod kelajagini shakllantirishga xizmat qiladigan muhim va sharafli mas'uliyatdir. U ta'lim tizimining ajralmas qismi sifatida o'quvchilarning har tomonlama rivojlanishida bevosita va bilvosita ishtirok etadi. Maktab maslahatchisining asosiy vazifalari o'quvchilarni qo'llab-quvvatlash, ularning qiziqishlari, qobiliyatlari va iqtidorini aniqlash hamda ularni to'g'ri yo'naltirishdan iborat. U har bir o'quvchiga individ yondashgan holda ularning ichki salohiyatini ochib berishga intiladi. Maslahatchi o'quvchilarda liderlik, tashabbuskorlik va jamoada ishlash ko'nikmalarini shakllantiradi. Shu bilan birga u kasb tanlash jarayonida o'quvchilarga zarur tavsiyalar berib, ularning kelajakdagi yo'lini ongli ravishda belgilashga ko'maklashadi. Turli to'garaklar, loyihalar va klublarni tashkil etish orqali o'quvchilarning bo'sh vaqtini mazmunli va samarali o'tkazishga sharoit yaratadi. Shuningdek, maktab maslahatchisi o'quvchilar kengashi faoliyatini yo'lga qo'yib, o'quvchilarning ijtimoiy faolligini oshiradi hamda ularni jamoat ishlarida faol ishtirok etishga undaydi. Bu esa yoshlarning mas'uliyat hissi va yetakchilik salohiyatini yanada rivojlantiradi. Bundan tashqari, maslahatchi o'quvchilarni oliy ta'limga tayyorlash jarayonida ularga yo'l yo'riq ko'rsatadi, turli tanlovlar, olimpiadalar va loyihalarda ishtirok etishlarini qo'llab-quvvatlaydi. Sport, san'at, kitobxonlik va ekologiya yo'nalishlaridagi tashabbuslarni rivojlantirish orqali ularning har tomonlama barkamol bo'lib voyaga yetishiga hissa qo'shadi. Eng muhimi, maktab maslahatchisi bu har bir o'quvchining imkoniyatini ko'ra oladigan, unga ishonch bag'ishlaydigan va uni katta maqsadlar sari ruhlantiradigan yetakchidir. U yoshlarning nafaqat bilimli, balki irodali, faol va mas'uliyatli shaxs bo'lib shakllantirishda muhim o'rin tutadi. Kelajak markazlari bilan hamkorlikda biz birgalikda zamonaviy fikrlaydigan, tashabbuskor va yuksak maqsadlarga intiluvchi avlodlarni tarbiyalaymiz.